hayratlansangiz, hayratlanib qolsangiz nima deysiz har doim? Bor. To'g'ri. Har doim nimanidir talashayotganimizda, "Yo, men bunaqa desam, siz birinchi..." Gapimni eshiting emasmi? Ya. Onasini ham emasmi? Yo'q, yo'q. Men bunaqa deb o'ylovdim. Talashmaysizda. Alloh akalman. Keyingisi. Biz kimnidir g'iybat qilayotgan bo'lsak, o'sha odam gaplaridan gapiramiz. Boshqachasiz. Menga yoqmaydigan ish qilsangiz, yeto ish qilsangiz, keyin ham aytib beraman deyman-ku. Og'ayni bo'ldi qilgan deyman. Sen bilan o'shga bormas ekan. Terpilalik qilmagan deyman, terpilay deyman. Bo'ldi. Sevili qarang. Oldimizdan bitta chiroyli qiz o'tib ketib qoldi, kal tepkili edi. Va sizga qarab, Sarvaramni qaragan deyman. Og'ayni qarabni deyman. O'sha payt. Nima deysiz shu? Keyin ham aytib beraman. Ya. Farruh aynimi, deyman. Yangi syomkaga borasiz, umansiz. O'shanda birinchi bo'lib nima deb yozasiz? Kelib men bilan partner qilib qo'yibdi. Yo'q. Partnyorim kim toping. Birinchi bo'lib shunaqa deb yozadi.